kelayotganimda bo'yni даже qaltirab qoldim. Qanaqa gapiraman? Juda ham oddiy insonman. Ha, odam o'zini tashlab yuborar ekan. Shuning uchun ham inson o'zini sevgan kasbini tanlash kerak. Birinchidan o'zini sevgan kasbi bilan shug'ullansa. Oilaviy tinch bo'lish uchun hozirgi mana oila qurayotgan o'g'il qizlarga nima maslahatlar bera olasiz? Oilani tinchligi munosabatlarga bog'liq. Endi men Abdullajonning tarbiyasida uni juda ham erkin qilib tarbiyalaganman. Erkalatardim. Mehr juda ko'p berganman. Shu ona erinmaslik kerak, ertaga bolasi zo'r bo'lishi uchun. Men sizni albatta eringizni bu yo'ldan qaytara olmayman. Siz birinchi navbatda o'zingiz seving. Erim meniki edi, uniki bo'lib qoldi deb uni yig'laganda men telefonda qaltirab qoldimda. eri kelganda boshlaydi. Mana uni sandali yo'q, men ham mana bu yoqqa borishim kerak. Shuni eshikdan kirasizlar-ku, ana shu divanlarda serotonin bor ekan. Ilm olishga pullarni sarflashni istashmayman.